hurmatli talabalar, bugun sizlar bilan maktabgacha ta'limda o'yin texnologiyasi fanimizda 6-ma'ruza mashg'ulotimizga keldik. Demak, bugungi mavzuyimiz sahnalashtirish o'yinlarini tashkil etish va boshqarish hisoblanadi. Yozib olamiz. Va bugungi mavzuyimizni quyidagi 6 ta reja asosida ko'rib o'rganib chiqamiz. Demak, rejalar quyidagilardan iborat. Birinchi rejamiz sahnalashtirish o'yinlarining nazariy asoslari. Ikkinchisi sahnalashtirish o'yinlarining turlari va xususiyatlari. Sahnalashtirish o'yinlarini tashkil etish jarayonlari va uning bosqichlari. Sahnalashtirish o'yinlarini boshqarishda pedagogning o'rni. Bolalar rivojida sahnalashtirish o'yinlarining ta'siri hamda namunaviy sahnalashtirish o'yinlari va amaliy tavsiyalar sifatida ko'rib chiqiladi. Darsimiz so'ngida aynan bugungi mavzuyimizga mos bo'lgan video lavhalar ham ko'rib chiqamiz. Darsdan avval mavzuga kirish qismidan oldin sizlar bilan fanga doir qisqa savol-javob qilib olamiz. Bu to'g'risida ko'plab darslarimizda sizlardan oldin so'radim va yana so'rayman. Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'yin faoliyati bu nima? Ya'ni o'yin faoliyatiga qanday ta'riflar bera olamiz? Marhamat. O'yin faoliyatida bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida erkin shug'ullantiruvchi o'yin hisoblanadi. O'yinda bola hech qanday qoidalarsiz bemalol o'ynashi mumkin. O'yin ikki turga bo'linadi. Harakatli va ijodiy va foydali. Yaxshi, yetadi. Xo'p, yana kim javob beradi? Marhamat. O'yin faoliyatida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachining maqsadga erishish yo'li, ya'ni oson maqsadga erishish yo'li deb hisoblanadi. Yaxshi, yana Bu o'yin turi maktabgacha ta'limda bolalarni olayotgan bilimlarini mustahkamlashga oson yo'l hisoblanadi. Bu bolalar olayotgan bilimlarini o'yin orqali mustahkam egallashlari uchun faoliyat yuritiladi. yaxshi. O'yin bolalarga ta'lim va tarbiya berishning asosiy metod va usulidir. Yaxshi. Keyingi savol. Bola nima uchun o'ynaydi? Marhamat. Bola o'z ehtiyoji uchun o'ynaydi. Mana to'g'ri javob. Oldingi darslarimizda ko'rib chiqqandik. Sabab bolaning o'yinga ehtiyoji mavjud. O'zining qiziqishlari va qobiliyatlaridan kelib chiqqan holatda bola o'ynaydi. Yaxshi. Hozirgi vaziyatda, hozirgi holatda siz va bizni nimalarga ehtiyojimiz bor? O'qishga, ta'lim olishga, yaxshi oziq-ovqatga, yaxshi sharoitga, kiyinishga va qo'shimcha qanaqadir maishiy texnikalarga bizda ehtiyoj bor hozirgi kunda. Boladachi? Ularda ham yaxshigina kaloriya olish uchun, oziq-ovqatga va uni sarflash uchun o'yinga bo'lgan ehtiyoji mavjud. Bola o'ynaganda o'zidagi energiyani sarflaydi va ovqat yeb, uxlab, dam olib va yana yaxshi kayfiyatda o'yin o'ynashni boshlaydi. Bola o'ynashi uchun unga qandaydir mavzu berilishi yoki yonida do'st o'rtoq bo'lishi shart emas-da. Bola hatto yakka o'zi ham yangi o'yinni o'ynay oladi va o'zini zeriktirmasdan yaxshi bir yangi jarayonni shakllantira oladi, paydo qila oladi. Unga material bo'lishi shart emas, ko'rgazma bo'lishi shart emas. Shunchaki nutqi bilan ham o'yin o'ynay oladi. Demak, bugungi sizlar bilan bugungi ma'ruzamizda sahnalashtirish o'yinlari, uning bosqichlari, asosiy xususiyatlari to'g'risida gaplashamiz. Quyidagi tayanch tushunchalar bugungi mavzuyimizni ochib berishda bizga yordam beradi. Dramatizatsiya, atribut, dekoratsiya, obraz, teatr, fantaziya, asarlar, emotsional rivojlanish kabi tayanch tushunchalarimiz mavjud. Bularni har birini, demak, ma'ruzamiz davomida asta-sekin ochib chiqishga harakat qilamiz. Hop, endi sizlarga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Sahnalashtirish o'yinlari deganda qanday o'yinlar nazarda tutiladi? Eshitganmiz? Yaxshi, yana hikoyalar, asarlar, voqealar o'z nomi bilan sahnalashtiriladi. Shuning uchun ham ularga sahnalashtirish o'yinlari deb nom berilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotida sahnalashtirish o'yinlari boshqa o'yin turlariga qaraganda ajralib turadi. Chunki bunga sabab aynan sahnalashtirish o'yinlarida bolalarning yashirin qobiliyatlarini
Bizda anchagina imkoniyatimiz kuchayadi. Shu bilan birgalikda sahnalashtirish o'yinlarida bolalarning nutqini o'stirishga bizda imkoniyatlar kuchayadi. Shu bilan birgalikda hamkorlik o'sadi. Yanachi tasavvuri, tafakkuri rivojlanadi, san'atga bo'lgan ishtiyoqi o'sadi va balkim sahnalashtirish o'yinlarida taqlidchanlikni ham rivojlantirishimiz mumkin. Buni hozir keyingi rejalarimiz asosida ham ko'rib chiqamiz. Pedagogika va psixologiya ilmida Vygotsky va Ilkonin kabi olimlarimiz ham sahnalashtirish o'yinlariga juda katta urg'u berishgan. Ular o'zlarini asarlarida sahnalashtirish o'yinlari tasavvurni, nutqni hamda emotsional dunyoni, bolalardagi ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi deb belgilab berishgan. Emotsional rivojlanish nima degani edi? Hissiy rivojlanish. Chunki sahnalashtirayotganda bola o'zini qahramonini ichki hissiyotlari bilan ko'rsatib berishga harakat qiladi. Quvonsa kuladi, xafa bo'lsa yig'laydi va bu holat unga ma'qul kelsa o'zini emotsional holatini, tashqariga hissiyotini ko'rsatadi. Endi bu yerda ikkita tushuncha kelyapti: sahnalashtirish va dramatizatsiya qilish. Shunga qanaqa fikringiz bor? Nimaga bunaqa ikki xil turga bo'linyapti? Yoki ertakni sahnalashtiramiz deb tushuncha beryapmiz, yoki asarni dramatizatsiya qilamiz deyapmiz. Dramatizatsiya nima degani? Eshitganmisiz hozir? Hozir buni farqini tushuntirib beraman. Xalq og'zaki ijodiga mansub bo'lgan, qanaqadir og'izdan og'izga o'tib kelgan ertaklar, voqealar sahnalashtiriladi. Ma'lum bir mualliflar tomonidan yozilgan asarlar va she'rlar, hikoyalar dramatizatsiya qilinadi. Qachonki asar qog'ozga tushirilgan bo'lsa va uning muallifi aniq bo'lsa, uni rollarda ijro qilinsa, demak bu asar dramatizatsiya qilinyapti. Qimmat va Zumrad qanday bo'ladi? Sahnalashtiriladi. Chunki u o'zbek xalq ertagi hisoblanadi. Bo'g'irsoqchi. Bu rus xalq ertagi hisoblanadi. U ham sahnalashtiriladi. Kay va Gerdachi. Rus xalq ertagi hisoblanadi. U sahnalashtiriladi. Ana endi bu yerda slaydda ko'rishingiz mumkin, turli xil ranglarda ko'rsatilgan bu sahnalashtirish o'yinlarining asosiy turlari hisoblanadi. Birinchisi ertaklarni sahnalashtirish. Avvaldan bolalarga ma'lum bo'lgan tarbiyachi tomonidan mashg'ulotlar davomida ertaklar aytib o'tiladi. Uyquga yotishda, erkin faoliyatda yoki mavzuga mos holatda ertaklar o'qib eshittiriladi. Bolalar ertak qahramonlarini yaxshi taniydi, yaxshi va yomon obrazlarga ularni bo'lgan bo'ladi. Endi ularni sahnalashtirish bolalarga birmuncha qulay bo'ladi, chunki avvaldan qahramonning xarakter xususiyatini bilgan bo'lishadi. Bu ertaklarga demak mana mashhur xalq ertaklari bo'lishi mumkin, qizil shapkacha, qimmat Zumrad, bo'g'irsoq, o'rtoqmoq kabi ertaklarni misol keltirishimiz mumkin. Bu yerda ham e'tibor bering, yuqorida aytgan fikrimizga sahnalashtirish deb berilyapti. Dramatizatsiya deyilmayapti. Endi ikkinchi turimiz adabiy asarlarni dramatizatsiya qilish. Adabiy asarning muallifi bormi? Bor. Bu yerda bolalar she'rni ham dramatizatsiya qilishi mumkin ekan. Bu qanday she'r bo'lishi mumkin? O'sha birorta allomalarning she'ri. Misol uchun Navoiy xonlik va Nido she'ri bor-ku. Yo'q. Endi men sizga to'g'ri javobni beraman. She'rda obraz va voqea bo'lishi kerak. Mana sizga misol, hozir sizga parcha keltiraman. Nelar bo'lmas zamonda yer go'yo ters aylandi. Tabiblikka o'rmonda yirtqich bo'ri saylandi. Maktabda o'qigansizlar? Endi bu she'r, lekin she'rda ertak ketyapti va unda qaysi obrazlar bor? Butun o'rmondagi hayvonlar bor. Bosh qahramon bo'ri. U tabib bo'ladi. Ertakning mazmuni xuddi shundayki, u tabiblikdan xabari bo'lmaydi. O'zini bilgan bilimiga tayanib hammani noto'g'ri davolashni boshlaydi va butun o'rmon undan shikoyat qiladi va dardiga davo topmaydi. Endi bu she'r hamda ertak qahramonlari soni ko'p. So'zlar yodlashga birmuncha qiyin va she'riy bo'lgani uchun faqatgina tayyorlov guruhiga mo'ljallangan bo'ladi. Bu haqida ham guruhlar kesimida hali alohida ko'rsatib o'tamiz. Uchinchi turi hayotiy voqealarni sahnalashtirish. Qanday hayot voqealar bor bizda? Juda ham yaxshi. Maktab, bog'cha,
Xo'jalik saloni, mehmon kutish. mehmon kutish. Juda ham yaxshi yoki bo'lmasam qandaydir tadbirni, misol uchun milliy bayramlarimiz, Navro'z, sayil, sumalak, shunday voqealarni, bozordagi savdo-sotiq holatlarini ham biz sahnalashtirsak bo'lar ekanda. Bunga juda ham jajjigina qizaloqlarimiz usta bo'lishadi. Ularda ko'rgazma yetarli bo'lmasa ham ajoyib rollarga kirishib, hayotiy voqealarni sahnalashtirishadi. Bu bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga, o'zaro moslashuv bo'lishiga katta xizmat qiladi. Eng so'nggi turimiz bu fantaziya asosidagi. Fantaziya nima edi? O'tgan darsimizda ham shu tushuncha bor edi. Qani orqadagi qizimiz. Darsiga quloq solyapsizmi birinchi? Fantaziya. O'tgan darsimizda ham shu tushunchani ochib bergandik. Nima degani fantaziya? Bu yerda 4-turimizda fantaziya asosidagi sahnalashtirish yoki dramatizatsiya deyilyapti. Fantastik kinolar ko'rganmisiz? Nima uchun fantaziya tushunchasi qo'llaniladi? Xo'p, xayolan bo'lishi mumkin, qani Mohino? Bolalar o'zlari ko'rmagan, lekin xayolan tasavvur qilgan narsalar orqali turli xil o'yinlarni o'ynashlari yoki o'sha qahramonlar o'zlari yaratishlari orqali biror bir sahnalashtirish o'yinlarini tashkil etishlari fantaziya. O'zlari o'ylab topib, Mana to'g'ri javob chiqyapti. Hayotda, real hayotda mavjud bo'lmagan, kelajakka bashorat qiladigan yoki bo'lmasam tasavvur asosida yangi qahramonlar o'ylab topilgan bo'lsa, to'qimalar asosida bo'lsa, bu fantaziya hisoblanadi. O'rgimchak odam fantaziyami? Chumoli odamchi? Yana qanaqa qahramonlar bor? Supermen bor, Batman bor. Juda ham ko'p, lekin mana shunday fantaziya asosidagi ertak va multfilm qahramonlari bolajonlar tomonidan iliq qarshi olinadi. Ularga o'xshashga harakat qilishadi, ularni taqlid qilishadi. Aynan sahnalashtirishda ham milliy qahramonlarga qaraganda mana shu fantaziya asosidagi qahramonlarga o'xshashga harakat qilishadi. Juda ham mana fiksiklar ham hayotda mavjud emas. Asli bu qahramonning mazmuni nima? Voltlar, muruvvatchalar. Lekin ular jonlantirilgan va fantaziya asosida ma'lum bir mashhur qahramonlarga aylanishadi. Endi quyidagi suratlarga qaraymiz. Orqadagilar ham, bu yerdagi rasmdan ko'rinib turibdiki, bu yerda hayvonlar to'g'risidagi ertak sahnalashtiryapti. Tushunchani to'g'ri qo'llash kerak. Ertak sahnalashtiryapti. Demak, bunda alohida dekoratsiyalarga e'tibor berilgan, orqa fondan haqiqatda hayvonlarning uyi borligi, sahna bezatilgani, unga mos kiyimlar va ko'rgazmalar allaqachon siz ko'rganingizdayoq bu ertak haqidagi qisqa tasavvurlarni paydo qiladi. Agarda bu dekoratsiya yoki ko'rgazmalar mavjud bo'lmasa, ertakning mazmuni sizga yetib bora olmaydi, siz kutgan natijani bermaydi. Keyingisi badiiy asarlarni sahnalashtirish, qahramonlarning obraziga kirish, ularning kiyimini kiyib olish yanada obrazni jonlantirishda bizga yordam beradi. Teatr qahramonlarining kiyimini siz tasavvur qila olasizmi? Albatta kiyim bilan. Uy bekasining obrazida, lekin o'qituvchi obrazida tursa bizga bu narsa yetarlicha bo'ladimi? Obrazni jonlantirishda ta'sir kuchi pasayishi mumkin. Va bu eng urf bo'lgan va bolalar orasida ommaviy bo'lgan hayotiy voqealarni sahnalashtirish hisoblanadi. Bu yerda nima qilishyapti? Xalq tilida nima deyiladi? O'ynashyapti. Qizlar buni juda ham usta bo'ladi. Endi bunda qizlar kimga taqlid qilishadi? Onasiga, opasiga. Asosan uy ro'zg'or buyumlaridan uy sharoitida kim ko'proq foydalansa unga topshiriq berishadi. Onasini so'zlarini aytishga harakat qiladi. Onasini yurishini o'xshatadi, so'zini o'xshatadi, mimikalarini juda ham chiroyli o'xshatadi. Hattoki dadasi bilan bo'lgan muomalani, muloqotni ham xuddi shunday qaytarishga harakat qiladi. Agar siz bolalarni aynan mana shunaqa hayotiy voqealarni aks ettiradigan o'yinlarni kuzatsangiz, pedagog sifatida yoki bo'lmasam opa, ona sifatida kuzatsangiz, o'zingizni aksingizni ko'rasiz. Sizni xatti-harakatlaringizni, xatolaringizni, kamchiliklaringizni aynan mana shu o'yinlarda ular ko'rsatib berishadi. Agar uyda xushmuomala bo'lsangiz, chiroyli nutqdan foydalansangiz, bola buni qaytaradi. Aksi bo'lsa-chi, aksini ko'rsatadi. Javob tayyor qilib beradi. To'g'ri. Nima deyishingizni biladi.
Endi bu sahnalashtirish o'yinlarini didaktik o'yinlardan, milliy xalq o'yinlaridan asosiy ajralib turadigan xususiyatlari bilan tanishib chiqamiz. Hop, birinchi xususiyati sahnalashtirish o'yinlari bolalarning qiziqishi va dunyoqarashini o'stiradi. Nima uchun? Boshqa o'yinlarda qiziqishga qaramasmidi? Chunki bunda qahramonlar mavjud, obrazlar mavjud. Bu rolni ijro qilishda bola o'zi qiziqishi mumkinmi? Mumkin. Tarbiyachi rollarni taqsimlayotganda bola o'z xohishi bilan yangi rolni tanlashi mumkin. Yoki bo'lmasam siz kutmagan vaziyatda boshqa bir rolni mohirona ijro qilishi mumkin. Yoki bo'lmasa dunyoqarashiga mos bo'lishi kerak. Juda sho'x, sangvinlik temperamentga ega bo'lgan bolaga biz unga mos kelmaydigan erkak qahramonni rolini bersak, biz kutgan natijani beradimi? Yo'q. Demak, bu yerda asosiy xususiyati ham bolani dunyoqarashiga mos bo'lishi kerak ekan. Keyingi xususiyati nutq, harakat, musiqiy va tasviriy san'at bilan unsurlaridan foydalanish. Hozir bundan qanday foydalanish haqida aytib o'taman. Birinchisi nutq. Jarayon ketyapti, sahnalashtiryapti. Nutqsiz o'z ta'sirini yo'qotadi. Nutq ravon bo'lishi uchun bolada so'z boyligi yetarlicha bo'lishi kerak va bundan tashqari obrazini, qahramonning so'zlarini yoddan bilishi kerak. Qaysi jarayonda qaysi so'zni aytadi yoki bo'lmasam qaysi qahramonlarning so'ziga o'xshaylik bo'ladi, kimga qanday javob beradi. Oldindan tayyorlangan bo'lishi kerak va yod olgan bo'ladi. Bu albatta nutqni o'stirishga yordam beradi. Keyingisi harakat. Nutqni o'zi edi bizda. Aytaylik, mana o'zingiz mana hozir misol keltiraman, ko'rasiz. O'ychol, qizingni o'rmonga borib adashtirib kel. Nutq bor, harakat yo'q. Endi bunga harakat qo'shamiz. O'ychol, qizingni o'rmonga adashtirib kel. Haqiqatda Zumrad Qimmatning o'gay onasini obrazini to'ldirishda bizga nutqni harakat bilan boyitish bizga yordam beradi. Keyingisi bu musiqiy unsur hisoblanadi. Biz teatrni, qo'g'irchoq teatri bo'ladimi yoki bo'lmasam kattalar teatri bo'ladimi, musiqasini tasavvur qila olmaymiz. U bizga badiiy fon sifatida yordam beradi. Aytaylik, 3 cho'chqacha ertaga boradi. Bo'ri keldi, birinchi cho'chqachani o'yini bir pudadi. Shu paytda qanaqa musiqa qo'yadi? Bo'riga mos keladigan bariton ovozdan foydalanilgan ohang, qo'pol ohang beriladi. Va bu ohangni tomoshabinlar eshitib, haqiqatda bo'rining yovuz ekanligi, cho'chqaga hujum qilayotganligi to'g'risidagi ohang bo'ladi. Yoki bo'lmasa, bu paytda qo'rqayotgan cho'chqa bolachalari qaldirayotgan bo'lsa, unga mos soprano ovozidagi ingichka kuylar qo'yiladi. Bu musiqiy unsur hisoblanadi. Boyitishga yordam beradi. Yoki bo'lmasa, boshlovchi tomonidan aytiladi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda chekka bir qishloqning bir uyida ona sokin alla aytayotgan edi. Shu paytda hali u holatni ko'rmay turib alla qo'yilishi kerak. Bu jarayonni yanada boyroq bo'lishiga yordam beradi. Va eng oxirgi xususiyatimiz ijodiy tashabbus va hamkorlikni talab qiladi. Tashabbus, bolalarning tashabbusi qanday bo'lishi mumkin bu jarayonda? O'zlarining hayot bilan qahramonlarni o'ziga yoqqan holatida tanlab bilishi, o'sha tashabbus oldindan chiqishadi. Menga mana shu rolni men ijro etsammi deb tashabbus bilan chiqadi. Hamkorlik, ya'ni ertaklar qahramonlari bitta yakka holatida bo'lmaydi, hamkorlikda ijro etiladi. Yaxshi, ikki qarsak, bir qarsak. Orqadagi qizingiz javob bering. Aynan mana shu jarayonda bolalarning ijodiy tashabbusi qanday bo'lar ekan? Bolalarning ijodiy tashabbusi bundan berilgan rolni o'zlariga mosini tanlab olishadi va o'zlari tasavvur qilgan holatda pedagog, ya'ni tarbiyachiga aytishadi. Men shuni qilmoqchiman. Xohishlarini ko'rsatib berishadi. Ifodalar beradi. To'g'ri. Yana bitta tashabbus bor. Rahmat, o'tiring. Roldagi qaysidir bir so'zni o'zgartirishga harakat qiladi. Yoki xatti-harakatni, aytaylik qo'lida olmalar, savatda olmalar bo'lsa, keling shuni nok qilaylik yoki uzun qilaylik. Bola o'z qiziqishi bilan tashabbus qilib, ertakni mazmunini o'zgartirmasa-da, qaysidir jarayonga kichik bir o'zgartirish kiritishga harakat qiladi. Ertakni o'zgartirsam bo'lmaydi?
Ertakni mazmunini o'zgartira olmaysiz. Agar o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bunda cheklov yo'q. Ayniqsa bu milliy xalq ertaklari bo'ladigan bo'lsa, jarayonni, mavsumni, mashg'ulot mavzusini inobatga olib, yangilik kiritib, kreativ yondashsangiz ham albatta bo'ladi. Ana endi sahnalashtirish o'yinlari qanday tashkil qilinadi? Unda o'ziga xos mezonlar bormi? Albatta, ketma-ketlikda o'ziga xos bizda mavjud bosqichlar bor. Birinchisi mavzu tanlash. Mavzu qanday tanlanadi? Birinchisi bolaning yoshiga mos bo'lishi kerak. Guruhiga, qiziqishiga, yanachi maqsadlarga boy bo'lishi kerak. Ana endi bitta yana qo'shimcha qilaman. Mavsumga mos bo'lishi kerak. Aytaylik, maktabgacha ta'lim tashkilotida yozgi sog'lomlashtirish oyi 3 oy. Shu oyda siz kay va gerdani sog'lomlashtira olasizmi? Yo'q. Mavsumga to'g'ri kelmaydi, bolalarni o'qitilayotgan ta'lim-tarbiyaviy jarayonga zid keladi bu jarayon. Yoki bo'lmasa buning aksi bo'lishi mumkin. Siz mavzu tanlashda haftalik mavzular bo'ladi. Mashg'ulotlar setkasida oylik mavzu, haftalik mavzu bo'ladi. Mana shu mavzularga mos bo'lgan ertakni yoki badiiy asarni tanlashga harakat qilishingiz kerak. Tarbiyachining vazifasi ham bu yerda to'g'ri mavzu tanlash hisoblanadi. Keyingisi matnni moslashtirish. Bu nima degani? Qanday qilib tarbiyachi matnni moslashtira oladi? Matnda murakkab so'zlar bo'lishi mumkin. Bola uni hali lug'aviy ma'nosini bilmaydi, nutqida undan foydalanmaydi. Lekin rolida ijro etish kerak va mana shu mazmunni bera olish kerak. Buning uchun murakkab matnlarni tarbiyachi bu sahnalashtirishni, rollarni bo'lishdan oldin ko'rib chiqadi va soddalashtirib chiqadi. Aytaylik, Navoiyxonlik, Boburxonlikda g'azallardan foydalaniladi. Ularning o'ziga xos o'sha davrga mos so'zlarini hozirgi bolalar tiliga mos holatga o'zgartirib, moslashtirib oldi. Shunda soddalashtirilgan so'zdan bolalar osongina yod oladi va rollarini mahorat bilan o'rganishlari mumkin. Keyingisi rollarni taqsimlash. Bunda adolatlilik prinsipiga amal qilish kerak. Nima uchun? Qanday adolatsizlik bo'lishi mumkin? Talontiga qarab berish kerak. Qobiliyatiga qaraladi. Xo'p, oqalaga qizimiz javob bersinlarchi? Ha, siz turing. Rol taqsimlanyapti bolalar guruhiga. Rollarni taqsimlashda nimalarga e'tibor berasiz? Bolalarning o'zining iste'dodiga qarab, qobiliyatiga qarab rol taqsimlanadi. Yanachi? Yuqorida aytib o'tdim. Xususiyatiga, xarakteriga ham qaraysiz rol berayotganda mos kelish kerak dediga. Yaxshi. Bundan tashqari rollarni bo'layotganda bolaning nutqiga ham e'tibor berasiz. Siz kutgan natijani berishi uchun bola rolini mahorat bilan ijro qilish uchun nutqi boy bo'lishi kerak. Oldindan tayyorlaysiz. Demak, bugun mashg'ulotimizda aytaylik, non mavzusi, biz non isi rivoyatini sahnalashtiramiz deb to'satdan bu narsani rejalashtirish mumkinmi? Yo'q. Avvaldan rejalashtirish uchun qulay sharoit kutiladi, mavzu tanlanadi, taxminiy tarbiyachi tomonidan rollar bo'lib chiqiladi. Chunki tarbiyachi chorak oylar davomida bolalarning qanday qobiliyatga ega ekanligini allaqachon aniqlab bo'lgan. U taxmin qiladi, bu bola mana shu rolni yaxshi o'ynay oladi yoki bundan mana shu obraz yaxshi chiqadi deb turib taxminlarga asosan rollar bo'lib chiqiladi. Va keyin 2-3 tadan namuna qilib o'ynab ko'riladi. Qaysi biri eng qobiliyatli bo'lsa yoki rolni mahorat bilan o'ynasa, mana shu obraz tanlab olinadi. So'zlarning o'xshash kerak, olmasi bo'lib berganda. Yaxshi. Keyingi bosqichimiz obraz ustida ishlash. Rol berildi, nutq yodlandi. Tayyormi sahna ko'rinishi? Yo'q. Nima yetmayapti? Obraz ustida ishlash kerak. So'z yodlandi, xatti-harakatlar ham bor, musiqiy fon ham bor. Lekin hali qahramonni ichki xarakterini, xususiyatlarini qabul qilmadi bola. O'sha obrazni ko'rsatib berish uchun hali u obrazning mohiyatini o'zi yaxshi tushunmadimi? Demak, tomoshabinni bu rolga, bu qahramonga ishontira olmaydi. Shuning uchun ham bolalarga obraz ustida qayta ishlash, bo'sh vaqt bo'ldi deguncha obrazini qayta ko'rib chiqish, muhokama qilish, kamchiliklarni tahlil qilish, uni kuzatish tavsiya qilinadi. Keyingisi dekoratsiya va atributlar tayyorlash. Bu tushunchalarga e'tibor bering. Hozir bu tushunchalarni ochib chiqamiz. Dekoratsiya nima? Marhamat. Dekoratsiya bu ertak qahramonlarni agar sahnalashtirishda, masalan, o'rmondagi qahramonlar bo'ladigan bo'lsa, orqa fonda o'rmonni aks ettiruvchi sahna bo'lishi kerak. Agar uy ichidagi, masalan, echki bolalarni uy ichida bo'ladigan bo'lsa,
orqa fonda o'rmonni tashkil etib qo'yilmaydi. Ichki xonalar, masalan, bu tashlanayotganda echki bolalar uyni ichida bo'ladi. Shuning uchun orqa fonda uyni ichi jihozlarini ko'rinishi kerak. Demak, dekoratsiya bizga o'sha holatni ko'rsatib berishga yordam beruvchi orqa fon jihozlari hisoblanadi. Uy bo'lsa, uy sharoitidagi buyumlar, jihozlar, devor yoki bo'lmasam katta jihozlar, fon qismidagi ranglar dekoratsiya hisoblanadi. Va eng oxirgisi mashq qilish va sahnalashtirish. Mashq bu juda ham katta ahamiyatli. Qayta takrorlasangiz, bolada ham xotirasida yaxshigina saqlanib qoladi va bundan tashqari kelasi gal o'zidagi kamchiliklarni bartaraf qilishga harakat qiladi. Ana endi keyingi tushunchamiz atribut nima? Atribut nima? Endi dekoratsiyadan buni farqi atribut hozir tushuntirib beraman. Biror bir obrazni belgisini ifodalasa bu tushuncha atribut deyiladi. Aytaylik, bu yerda siz turing. Sizningiz nima? Marhaba, necha yoshsiz? 28 yosh. Demak, qarishing marhaba 28 yosh. Bu qizimizning atributlari marhaba va 28 yosh. Belgi. Bu qizimizga xos belgi atribut hisoblanadi. Yaxshi, o'tiring. Endi mashinalar. Mashinaning usuli, ammo qarangchi. Bayt davom etamiz. Demak, mashinaning 200 km/soatga chiqa olishi, qora ekanligi, aytaylik usulda BMW ekanligi, bu ana shu mashinaga xos bo'lgan atribut hisoblanadi. Endi sahnalashtirishda atribut nima? Erkaklar, qahramonlarni jonli qilib ko'rsatishda yordam beradigan jihozlar hisoblanadi. Aytaylik, hayvonlar va o'rmon holati aks ettirilgan erkakda atribut nima bo'ladi? Hayvonlarning bosh kiyimlari, quloqchalari, yoki qizil shapkachadan savakcha, kiyimni o'ziga xos, ustki kiyimi yoki bo'lmasam bu yerda maishiy sahnalarda stol, stul, idishlar va bizni sahnada ko'rishimizga kerak bo'ladigan o'rchoqlar hisoblanadi. Xo'p, davom etamiz. Keyingi rejamizga o'tamiz. Sahnalashtirish o'yinlarini tashkillashtirishda pedagogning vazifasi nimalardan iborat? Birinchi o'rinda yuqorida ham aytdik, bosqichlarda nima qiladi? Mavzuni tanlashga yordam beradi. Sharoitni tayyorlaydi. Qulay muhit yaratadi, jihozlarni tayyorlab qo'yadi. Chunki bola buni tushunmaydi va hozirgi qo'yadigan sahnalashtirilgan ertaga qaysi jihozlar kerakligini bilmaydi. Tarbiyachi bu muhitni qulay qilib tayyorlab qo'yadi. Va ularni mahorat bilan ijrolagan bolalarni rag'batlantiradi. Qanday rag'batlantirish mumkin? Maqtab qo'yadi va bu bolani kelgusi faoliyatga ishtiyoqini yaratadi, oshirib beradi. Keyingisi sahnalashtirilgan rollar axloqiy va estetikaligiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Aytaylik, siz dramatizatsiya qilayotgan badiiy asar bizning mentalitetni, qoidalarimizni buzmaydigan, milliyligimizga aksi ta'sir ko'rsatmaydigan holatda bo'lishi kerak. O'z odatlarini targ'ib qilmaydigan holatda bo'lishi kerak. Bu qonun qoidalarni har qanday o'yin tashkillashtirishga asosiy belgi deb hisoblagandik. Yoki bo'lmasam emotsional holatini tarbiyachi tomonidan doimiy kuzatib boriladi. Nima uchun emotsional holat kuzatiladi? Emotsional holati bu erta qahramonlar yuzaga chiqarib bera olish holati. Masalan, g'amgin holatidagi shu xushchaqchaq qiz g'amgin rollarda ijro etib bera olmaydi. Shuning uchun tarbiyachi emotsional holatini kuzatadi va unga mos rollarni bolalar bilan taqsimlab beradi. Judayam to'g'ri. Orqadagilarni eshityapsizlarmi? Xo'p, ana endi e'tiboringizni kichik bir topshiriqqa qaratasiz. Problem and solution degan tushuncha bor. Bu yerda ya'ni muammo va yechish. Tushundingizmi? Hozir sizlarga quyidagi vazifa berildi mana.
Bolalarni rivojlanishida sahnalashtirish o'yinlarining ahamiyati qanday va tarbiya turlari misol keltirildi. Hozir tayyorlanasiz. Shu mavzumizning shu qismigacha kelganda biz sahnalashtirish o'yinining ahamiyatini, bolalarga ta'sirini aytib o'tdik, bosma-bosma. Endi tarbiya turlariga, qaysi tarbiya turlari jihatdan sahnalashtirish o'yinlari bolalarga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi? Shu to'g'risida fikrlaringizni bilmoqchiman. Biroz auditoriya jonlanishi kerak. Hop, kimdan boshlaymiz? Marhamat. Bolalar rivojlanishida aqliy tarbiyani Hop. sahnalashtirishda sahnalashtirilgan ertak mazmunini ular birlashtiradilar. Bu jihatdan ular axloqiy jihatdan ertak yakunida chiqarilgan xulosadan ular Axloqda yaxshi. Qolganlar ham davom ettirsin, to'g'ri. Yana bu yerda ham tarbiya turlari bor, marhamat. Estetik jihatdan bolani estetik didini oshirish, unga misol berilgan rolga boshdan oyoq tayyorlanish kerakligi, orqadagi qo'llarni tayyorlanish kerakligi, unga hammasiga estetik did jihatdan yondashish kerakligini o'rganadi bola. Barcha element Estetika so'zining ma'nosi nima edi? Demak, ko'rsatilgan tayyor teatr orqali tomoshabinlar estetik zavq oladi. Uni ko'rib bahra oladi. Kulgili joyda kulib, g'amgin joyda yig'laydi, emotsional holatini ko'rsatadi. Teatrda o'zingiz ham teatrga tushganmisiz? Jonli aktyorlarning mahoratini ko'rib tan berasiz. Ularning roliga haqiqatdan ishonib ko'z yosh to'kasiz. Bolalarga ham mana shu mahoratning ilk bosqichlarini o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Hop, yana jismoniy bor bu yerda. Marhamat. bola bu sahnalashishni, o'sha obrazga kirib, shu harakat qilishi, jismoniy harakat Yirik motorikalar faol ishlaydi, sahnalashtirishda. Ammo o'sha teng harakat qilib teng ishlashi. Juda ham to'g'ri. Hop, musiqiy tarbiya. Sahnalashtirish asarlari, ertaklari, musiqalar hamohang ketyaptimi? Bolalar ularni qiladilar va o'rganadilar. Qaysi musiqadan qaysi paytda foydalanish uchun o'sha sahnalashtirish davomida o'rganadi. Qayta mashq qilish. Ritmni his qiladi. Aytaylik, qaysi qo'shiqda, qaysi ohangda sahnaga chiqish kerak. Musiqaga qarab Ritmni farqlaydi, musiqani musiqadan ajrata oladi va shu bilan birgalikda musiqaga xos holatda sahnada qadam tashlashni o'rganadi. harakatlanadi. Vajohat bilan yurish kerakligida musiqani har ritmga qadam qo'yishni o'rganadi. Shu bilan birgalikda musiqaga mos qo'l harakatlarini bajarishni o'rganadi. Ba'zi bir ertaklarimizda sahnalashtirishda raqsga ham to'g'ri keladi, to'g'rimi? Ritmik harakatlarni, raqs elementlarini chiroyli plastik holatda bajarishga harakat qiladi. Bu o'z o'rnida musiqiy tarbiyaning ko'nikmalari hisoblanadi. Yaxshi, qisqacha bu metodimizni hozir bajardik. Endi keyingi rejamizga o'tamiz. Hozir mana shu bergan savolimiz aslida rejaning boshlanish qismi edi. Endi rejani hozirgi savolimizga to'laqonli javob bilan ko'rib chiqamiz. Birinchisi, ta'sir qilayotgan nutq rivojiga. Nima uchun? Chunki bola asarni sahnalashtirishda rolini har bir so'zini yodlaydi. Ko'p ko'rgansiz, bolajonlar juda beg'ubor bo'lishadi. So'zlarni unutib qolishsa, to'xtab qolishadi-da, tarbiyasiga qaraydi. O'zidan yangi so'z improvizatsiya qilib aytmaydi. Xato qilib qo'yaman deb tarbiyasiga qaraydi. Nutqini adashtirib yuborishi mumkin deb bu narsadan qo'rqadi. Yoki bo'lmasa, yangi so'zlarni yodlagan bo'lsa, uni mazmunini avvaldan tarbiyachi tomonidan tanishtirilishi kerak. Chunki ularning so'z boyligi albatta yoshiga nisbatan kam bo'ladi. Shuning uchun ularga soddaroq ertaklarni va shu bilan birga sodda so'zlarni yodlashga harakat qilishimiz kerak. Talaffuz qilish qoidasi, ohang va intonatsiyaga ham e'tibor beramiz. Misol keltiramiz. Intonatsiya bormi? Yo'q. Lekin nutq bor. To'liq talaffuz qilinyapti. Ovoz yaxshigina bor, lekin intonatsiya yo'q. Voy cho'chqacham, men seni yeyman. Endi bunda intonatsiya bor. Intonatsiya nima degan edi?
so'zning mazmuniga qarab harakatlantirish. Aynan mana shunaqa sinflashtirish o'yinlarida jarayonda intonatsiya juda ham muhim. Oddiygina mana shu darsimizda ham intonatsiya muhim. O'qituvchining ma'ruzasi bir xil monoton bo'lsa, siz zerikasiz. Uyingiz keladi, uxlab olaverasiz, abituriyani unutib qo'yasiz. Ba'zan mana shunaqa ham bo'ladi, to'g'rimi? Agar intonatsiya bo'lsa, shundaymi talabalar uyg'oniladi va shunday paytda odatiy ovozdan biroz ko'tarilish bo'ldi. Yoki bo'lmasa pasaytirish mumkin. Shu tariqa eng oxırdagi talabalar hushyor topadi. Chunki ohang pasaydi, ovoz eshitilyapti, holat o'zgaryapti. Yanada diqqatni berishga harakat qilishadi. Keyingisi ijobiy tafakkur. Men o'tgan yangi darsimizda tafakkur tushunchasini ochib chiqish bo'yicha topshiriq bergan. Nima ekan tafakkur? Hamma o'rganibdingizmi? Marhamat. inson faoliyatining oliy tarkib bo'lib, bog'liq narsa va hodisalarni ularning umumiy xossalari, ichki aloqalari orqali umumlashtirib hamda bir vosita aks ettirish jarayonlaridir. Bu haqiqatda tarixiy hisoblanadi. Sizningcha tushundingizmi? Tafakkur nima ekan? Bilish jarayoni ekan. Hop, yana kim qanday ta'rif topib keldi? Marhamat. Tafakkur inson aqliy faoliyatining ikkita shakli bo'lib, obyektiv voqelikni, atrofni va ijtimoiy hodisalarni anglash, tahlil qilish hamda mohiyatini tushunish jarayoni hisoblanadi. Yaxshi. Misollar ko'rsatiladi. Marhamat. Masalan, shakar turgan bo'lsa, demak biz o'ylayapmiz, tafakkur qilyapmiz, shakar, bu shirin bo'ladi. Buni suvga, choyga solib, shirin holda ichishimiz mumkin. Biz ko'rayotgan obyektimizni, ko'rayotgan narsamizni hayotimizda o'ylayapmizki, bu demak shakarligini anglayapmiz. O'tgan darsda ham aytgandim, tafakkurda inson avval olgan bilimlariga tayanib fikrlaydi. To'g'rimi? Bunda ham shunday bo'lyapti. Biror bir buyumni belgisini avval olgan bilimlari asosida tafakkur qilib, unga xos belgilarni eslayapti. Demak, bunda ham ijodiy tafakkur, yangi obraz yaratish. Bola o'zining mana shu kichik yoshiga qaramasdan ijodiy tafakkur qiladi. Hayotda ko'rgan obrazlariga, oilasidagi qahramonlarga o'xshashga harakat qiladi. Ularni tahlil qilib takrorlashga harakat qiladi. Bu uning tafakkuri orqali amalga oshadi. Keyingisi estetik tarbiya. Asardan zavqlana olish kerak. O'ynayotgan roli bolani o'ziga yoqish kerak. Shundagina siz kutgan natijani berib, chiroyli rolni ijro qilib beradi. Men bu rolni o'ynashni xohlamayman. Menga salbiy qahramonning roli yoqmaydi desa, tarbiya sifatida siz nima qilasiz? Chunki har bir bola eng bosh rolni, eng zo'r qahramonni o'ynagisi keladi. Salbiy qahramonlarning talablari kamroq bo'ladi. Hop. Bundan avval tarbiyachi o'sha rolni uni boshqalarga nisbatan yaxshi eplay olishini tushuntirish kerak va o'sha qahramonni undan boshqa odam o'ynamasligini bolaga tushuntirish. Suhbat yordamida bu rolga mehrini oshirish kerak bo'ladi. Juda ham to'g'ri. Keyingisi ijtimoiy rivojlanish. O'z-o'zidan ssenariy asosida sahnalashtirishda bolalar bir-biridan ijtimoiylashishni kuchayadi. Doimiy muloqot bo'ladi, hamkorlik bo'ladi. Ayniqsa partner o'ynayotganda, juft o'ynayotganda ular bilan qaytadan tanishadi, qiziqishlarini surishtiradi va yangi muloqot jarayonlari paydo bo'ladi. Yangi do'stlik munosabatlari paydo bo'ladi. Keyingisi emotsional rivojlanish. Endi bolalar oldingidan farqli o'laroq emotsional jarayonlarni ko'rsatishga harakat qilishadi. Achchiqlanish, zarda qilish, arazlalik, kulish, xursand bo'lish, mamnun bo'lish, yig'lash, arazlash, bu hammasi emotsional holat. Ularni barchasi mana shu sahnalashtirish jarayonida, mashq qilish, repetitsiya jarayonida ko'zga tashlanadimi? Demak, bizda endi emotsional rivojlanish jarayoni amalga oshyapti. Keyingisi namunaviy sahnalashtirish o'yinlariga nazar tashlaymiz. Bo'g'irsoq ertagi. Nimaga urg'u beriladi bo'g'irsoq ertagida? Yaxshi va yomon qahramonlar tanlanadi. Shu bilan birgalikda bo'g'irsoqda uy sharoitidan qochib, yo'lda hammani aldab, lekin baribir yolg'onning oxiri voy bo'lishini ko'rsatib bergan. Demak, bizda axloqiy tarbiya bu yerda berib boriladi.
Keyingisi qo'shiq va raqs elementlari bilan boyitiladi. Agar bola bo'g'irsoq ovozini chiroyli qilib ko'rsatib berish uchun nutqi va rostdan ohangi bo'lishi kerak. Chunki bo'g'irsoqni qo'shiqi bor. Qanday qiladi? Demak, mana shu ertaklarni sahnalashtirishdan oldin ularning xususiyatlariga alohida e'tibor berish kerak ekan. Siz tarbiya sifatida faoliyatda kuzatgan bo'lasiz, qaysi qizaloqni yoki bolajonni musiqaga qobiliyati qolganligiga qaraganda ajralib turadi. Musiqani his qiladi, ohangni his qiladi, qo'shiq aytganda ovozi mayin va tinglovchi va tomoshabinlarda katta ishtiyoq bilan kuzatilishga olib kelishi mumkin. Mana shunday bolajonlarni qahramon qilish kerak bo'ladi. Lekin yana aytaman, bu yerda yana adolatsizlik bo'lmasligi kerak. Nimaga faqat bu o'ynaydi bo'g'irsoqni? Men ham o'ynagim kelyapti deb bo'g'irsoq rolini yaxshi o'ynay olmaydigan bolalar ham bu yerda talab qilishadi. Bu yerda bolalarni ko'z o'ngida 3-4 ta bo'g'irsoqlarni jonli tarzda ko'rsatib berishga harakat qilish kerak. Bolajonlar, qani kimning roliga ko'p qarsak chalinsa, ana shu rolni biz tadbirimizda bo'g'irsoq rolini o'ynashga tanlab olamiz. Qani aytaylik, Bobirjonga qarsaklaringiz, Anvarjonga qarsaklaringiz. Bolalar o'z-o'zini baholashadi. Bu yerda demak tarbiyasidan ham xafa bo'lmaydi, haqiqatda mahoratli adolatli baho oladi. Va hech qanday nizolar bo'lmaydi. Bizda ota-onalar bilan hamkorlik qanchalik yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa ham ba'zi ota-onalar nimaga men bolam orqa partada yoki bo'lmasam bosh rolni o'ynamadi, har doim oxirgi joyda turadi degan e'tirozlar bo'lishi mumkin. Shu paytda ota-onalar kunini ham tashkil qilib, haqiqatda ularning mahoratini jonli tarzda ko'rsatishga ham harakat qilishimiz kerak. Keyingisi surat va qimmat. Ezgulik va yolg'izlik. Ezgulik va yolg'izlik. Endi yolg'izlik degani yomon xulq, yomon axloq, dangasalik, mehnatning orqasidan albatta rohat bo'lishi, dangasalikda esa hech qanday bir yutuqqa, mukofotga erishib bo'lmasligi kabi tushunchalar singdiriladi. Hayotiy voqealarni aks etuvchi shifokor qabulida. Bolajonlar ko'p kasal bo'lishadi. Ularni ko'proq shifokor qabuliga olib borganda ular shifokorni har bir detaliga, buyumlariga e'tibor berishadi. Avvalo ismini so'raydi, yoshini so'raydi, vaznini o'lchaydi, yuragini eshitib ko'radi, bola bu jarayonni bilan kuzatgan bo'ladi. Bu sharoitni nima qiladi? Gapdan shifokor va shifokorning rolini mahorat bilan ijro qiladi. Yo'tarinchi og'zingizni ochib qarang, shifokorga xos bo'lgan belgilarni ana shu ketma-ketlikda qaytarishga harakat qiladi. Sehrli qo'g'irchoq bu boya aytilgan 4-tur keladi. Chunki sehr bu real hayotimizda yo'q, lekin bolalarning xayolida mavjud sehrli qo'g'irchoq. U qanday bo'lishi mumkin? Bolalarning hamma istaklarini amalga oshiruvchi xuddi sehrli kartoshka bor. Kimning asari? Yana yaxshi o'qigan ekansizlar. Yana qaysi mashg'ulotlar bor? Bolalar orasida o'qiladigan va film suratga olingan bu mana shu ikkita mashhur asarlari hisoblanadi. Bolalar adibi Xudoberdi To'xtaboyev. Keyin oltin baliq, masalan, oltin baliqda aytgan xohishlarini aytsa, u oltin baliq ijobat qilib beradi. Aslida baliq bajarib bera olmaydi, lekin bolalar tasavvurida oltin baliq bor. Shu oltin baliq qaysi xalqning milliy ertagi hisoblanadi? Narigi fotoga kirganda o'zbek xalqi deyishdi. Qaysi xalqning milliy ertagi ekanini aniqlab olishimiz kerak. Ular qimmat? Qayva gerdachi? Qayva gerda va qolmalikasi mazmunan bitta ekanda hisoblanadi. Faqat ikki xil talqinda. Buni filmlar bilan ko'rgansiz.